Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Molxonamizni ustidan yana penani quydirdik. Çok chisinlatib. Yonboshlarni pena blok o'rib, xudo xolasa o't qo'yadigan bo'ladi beri. Pulni ikkalang demeyin. Zeytiniz birinde tuvaleti. Pesi pishgan keruch, xom keruch aralashib qo'yildi. Bir nazaran o'rib yaptı. Test öğretlerimiz fundamentler koyuldu. Tez xudo xolasa şılaqa bulutlarından öğrendiler. Ellerimiz taşka oldu. Şu zinadan şöyle gelince, molxonaga gelince paraxod kuyuladi. Xudo xolasa. Keyin o'rtada bir dona beset kesam bo'ladi. Keyin bir kichkina tovuqxonasi bo'ladi. Dishda o'raganda keyin üzümlik, meyvelik, yaxshi sortovoy meyvelardan ekib ko'ramiz, xudo xolasa. Niyatimiz ketdi.